Tizimga qanday qilib to'g'ri prikorum kiritdim. Agar siz endi prikorum boshlamoqchi bo'lsangiz va nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, aniq sizga foydali bo'ladi. Birinchi bo'lib ishni qanday qilib to'g'ri kiritish mumkinligi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqishdan boshladim. Va bu jarayonda menga eng katta yordam bergan yordamchim trackerimni tayyorlab oldim. Qizimni tayyorgarlik belgilari 6 oylikdan boshlandi va birinchi bo'lib qabochok berib ko'rdim. Boshda ozginadan keyin sal ko'paytirib, undan keyin qovoqcha, sabzi qilib sekin holatini kuzatishni boshladim va trackerimga belgilab ketar edim. Qizim ko'proq mahsulotlar bilan tanishgandan keyin sekin-sekin murakkab tariqalar yig'ib berishni boshladim. Bolaga oddiy xohlagan narsalarni emas, balkim to'g'ri balansli likopcha yig'ib berish kerak. Oqsil uglevod qilib eslab qolish juda ham qiyin, lekin men bu jarayonda umuman qiynalmadim, chunki bu trackerning ichida bor edi va unga qarab bemalol tariqalarimni yig'ib tashlardim. Oshxonada bo'lgani uchun juda ham qulay. Qizimga erinmay tariqalar yig'ib berishim natijasi nima bo'ldi? Qizim 9 oylikka kelib 60 dan ortiq mahsulotlar bilan tanishdi va hozirga kelib bemalol ovqatlarni o'z qo'li bilan ushlab maza qilib yeydi. Agar sizga tracker haqida to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus qoldiring.